Jigarlarim, Andijon mashina bozorida mana BMW X6 chiqibdi. 4.8 ekan, turbina motor. Bir ko'rib orasizlar mana sakadiska. 4 ta dabba haybat balonlari bor mana. Mashinaning orqa tomonidan ko'rinish holatlari. X6 mana. Ichida 2008-yilda ishlab chiqarilgan, motori 4.8, rasxoti yo'q deb aytishyapti. Xudo xolasa kamchiliklar yo'q ekan. Qop-qora rangda mana. Ideal holatda avtomat korobka. Shu joyda mana ma'lumotlari bor mana. Betnos ozgina bor ekan, kraskasi toza deyapti. 2008 207 ming yurgan ekan. 25 ming kami bor deyapti. Faqat naqd ekan. Mashinamiz benzinda harakatlanadi. Ichki holatlari mana. Mashina xudo xolasa yaxshi holatda. Boshdan ko'rinish holatlari mana. Aka, o'z nomeringizni aytib berasizmi? 90lik 269 1142 raqamlarga aloqaga chiqib BMW ishqibozlariga sekin jo'natib qo'yamiz mana. Captivadan ko'ra ancha aqlliroq, ancha zo'r mana. BMW X6 Andijon mashina bozorida mana. 25 ming dollar kami bor deb aytishyapti. Akamiz o'zining nomida ekan. Hech qanaqa dokumentdan muammo yo'q deb aytishyapti.